Men 2025-yilning fevral oyida bir guruh talabalar ilmiy stajirovka bo'yicha Yaponiyaning Tottori shahriga borib keldik. Bunda bizga alohida mavzular berildi har birimizga. Biz guruhlarga bo'linib, har birimiz mavzu ustida ilmiy tadqiqot olib bordik. Bundan tashqari biz ilmiy stajirovka bilan birga Yaponiyaning madaniyatini ham o'rganib keldik. Yaponiya eng rivojlangan davlatlar qatorida turadi va Yaponiya tozaligi bo'yicha ham hammamizni lol qoldirdi. Yaponiyaning ko'chalarida biz umuman chiqindi o'rnalarini ko'rmadik. Ya'ni kamdan kam ko'rish mumkin. Sababi u yerda chiqindi tashlashga alohida e'tibor qaratiladi. Chiqindilar har xil turlarga saralanadi. Yaponiyaning ko'chalari juda ham toza, ularning xalqi ham mehmondo'st. Ya'ni o'zbeklarga o'xshash jihatlari bor ekan, juda ham mehmondo'st ekan. Bizlarni yaxshi kutib olishdi va qaytishimizda bizlarni o'zlarining tarixiy obidalariga olib borib aylantirib kelishdi. Yaponiyaga borib kelganimdan juda ham xursandman. Men bu bilan to'xtab qolish niyatim yo'q. Yana kelajakda men magistraturani ham Yaponiyada davom ettirmoqchiman. Bu kabi imkoniyatlar bizning institutimizdagi har bir talabada bor. Har bir talaba bundan foydalanishini maslahat berardim.